Siz o'zingiz hurmat qilmas ekansiz, na eringiz, hatto ota-onangiz ham hurmat qilmay qo'yadi. Mehribonlik izlash xudbinlikdir dedim. Bundan kelib chiqib bir odam mehr izlamanglar. Psixologiyaga kerak deb yormanglar mana bu gapimdan keyin. Autosuggestika degan narsa ham bor. Ko'p men hali psixologga borib, menimcha pul to'lab yurmasdan turib, kitob o'qib, o'zimni isloh qila olamanmi? İnsanlarni eng katta xatosi bilasizlarmi nima? Birovlarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Qaynonani o'zgartirmoqchi bo'ladi, qaynotani o'zgartirmoqchi bo'ladi, erini o'zgartirmoqchi bo'ladi. Faqat o'zini o'zgartirish haqida o'ylamaydi. O'sha Mark Avreliydan tortib 2300 yil oldin yashagan Seneca degan bo'lgan Epiktet hammasini ta'limotida o'zingni o'zgartir. O'zingni o'zgartirish yotibdi-da. Qilmaymiz shuni. Nima qilamiz? O'tirib olib nasihat qilib o'tiramiz. Gap nasihat qilaveramiz. Bittanisi aytaymi? 1000 ta. Endi bilmadim, unda psixologiyaga kerak deb yormanglar mana bu gapimdan keyin. 1000 ta nasihatdan bitta musibat afzal degan joyi bor. Nima? Odam boshiga musibat tushishi kerakmi o'zgarish uchun? Aqlan o'zi kitob olib ilm orqali o'zgaraman deydiganlar menimcha 15%, 20% oshmasa kerak. Psixologga boradi, psixolog suhbat qiladi. Tushundingizmi? Shuning uchun bechora psixologlar dastlabki 3 ta suhbatda bemor tomonda bo'lib turadi. Dar boradi, ana deydi. Endi u kelish kerak, uni o'zgartirish kerak. Men haq ekanman deydi. Agar sen xato ish qilyapsan, ayb senda desa, bitta psixolog ayb o'zida bunda. Unda kelmay qo'yadi, o'zgarmaydi, u jamiyatda yomon odamlar ko'p qo'yadi. Ko'rdingizmi? O'zligini anglatish kerak, o'zingni anglatadi. Qachonki inson o'zini o'zi hurmat qilsa, sizni boshqa hurmat qiladi. Siz o'zingiz hurmat qilmas ekansiz, na eringiz, hatto ota-onangiz ham hurmat qilmay qo'yadi. Menda bitta g'alati bir nima kitobim chiqayapti. Otini ham aytaman, Qodirjon aka ham ishlayotib bo'lsa kerak, redaktor, Sharq nashriyotida. Zarif aka, nima deb yozibsiz aforizmga dedi? Mehribonlik izlash bu xudbinlikdir deb yozibsiz. Adashmadingizmi? Yaxshi-ku qayta dedi. Yana bir marta o'qing dedim. Mana dedi, mehribonlik izlash bu xudbinlikdir, shuni so'rab qo'ygan ekan. Men mehribonlik berish deb yozmadim-ku. Mehribonlik izlash xudbinlikdir dedim. Baribir menimcha yaxshi emas. Mehr bilan xudbin so'zi bitta iborada turibdi. Yo'q, kimki mehribonlik izlasa u xudbin. Gap tamom. Mehr bering, u xudbinlik emas. Ko'rdingizmi? Shuning uchun bularimiz hayotda olingan. Yana bitta narsa bor, menga psixologiya juda yoqadi. Inson qalbiga, ruhiyatiga hamla qilmang. Buning oqibati siz uchun ham, uning uchun ham yomon bo'ladi. Mana shu narsa. Birov ruhiyatini hamla qilamiz, uni ruhiyati buziladi, o'zingning ham ruhiyating buziladi. Ko'rdingizmi? Bundan kelib chiqib bir odam mehr izlamanglar. Mehr, aytaymi nima? Oldingizda turgan qushda u. Uni qancha ushlamoqchi bo'lsang, qochaveradi. Shundoq tutingki o'zingizni o'zi kelib qo'lingizga qo'nsin. O'shanda sizlarni birov hurmat qiladigan bo'ladi.